Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun ko'plab ayollarni qiziqtiradigan, ammo har kimda turlicha namoyon bo'ladigan juda muhim mavzu haqida gaplashamiz. Bu homiladorlikning ilk belgilari. Ba'zan ayol organizmi homiladorlikni darhol sezdiradi. Ba'zan esa juda sekin, nozik ishoralar orqali xabar beradi. Eng muhimi, o'z tanangizni tinglash. Homiladorlikning eng birinchi va eng ko'p uchraydigan belgisi hayzning kechikishi. Agar hayz doimiy bo'lsa va kutilgan vaqtda kelmasa, bu allaqachon signal bo'lishi mumkin. Ammo bu belgigina bilan xulosa qilish yetarli emas. Keyingi belgi ko'kraklarda sezuvchanlik va og'riq. Ko'krak kattalashgandek, taranglashgandek tuyulishi, hatto eng yengil teginishda ham noqulaylik sezilishi mumkin. Bu organizmda gormonlar o'zgarayotganidan dalolat beradi. Ko'plab ayollar homiladorlikning ilk haftalaridayoq holsizlik va tez charchashni sezadi. Oddiy kundalik ishlar ham qiyin tuyulishi, uyquga ehtiyoj ortishi mumkin. Bu dangasalik emas, bu organizmning yangi hayotga moslashish jarayonidir. Yana bir muhim belgi ko'ngil aynishi. U faqat ertalab emas, kunning istalgan vaqtida paydo bo'lishi mumkin. Ba'zida hidlarga bo'lgan munosabat keskin o'zgaradi. Ilgari yoqimli bo'lgan hidlar bezovta qilishi mumkin. Shuningdek, ta'm bilish o'zgarishi ham homiladorlikning ilk belgilaridan biridir. Ayrim ovqatlarga ishtaha yo'qoladi, ba'zilariga esa kutilmaganda kuchli xohish paydo bo'ladi. Ba'zi ayollarda tez-tez peshob, past qorin sohasida yengil tortishish yoki kayfiyatning tez-tez o'zgarishi ham kuzatiladi. Bu belgilar ko'pincha hayz oldi holatiga o'xshab ketadi. Shuning uchun ko'p ayollar ularni farqlay olmaydilar. Muhim jihat shundaki, har bir ayol organizmi o'ziga xosdir. Kimdadir bu belgilar kuchli namoyon bo'ladi, kimdadir esa deyarli sezilmaydi. Belgilar bor yoki yo'qligi homiladorlikning yaxshi yoki yomon kechayotganini anglatmaydi. Agar sizda bir nechta belgilar bir vaqtning o'zida paydo bo'lgan bo'lsa, eng to'g'ri qaror homiladorlik testini qilish va shifokorga murojaat qilishdir. Unutmang, homiladorlik bu ayol hayotidagi eng nozik va mas'uliyatli davr. O'z tanangizga e'tiborli bo'ling, shoshilinch xulosalar qilmang va sog'ligingizni ishonchli qo'llarga topshiring. Agar bu mavzu siz uchun ham foydali bo'lsa, videoni saqlab qoling hamda boshqa ayollar bilan ham ulashing, chunki bilim bu ham g'amxo'rlikdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling.